قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب ضيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa, qo'l ostidagi kishilarga mehribon va samimiy bo'lish to'g'risida. Alloh taolo Sura Shuaraning 215-oyatida mundaq deydi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin dedi. Yani sana iman keltirgan mu'minlarga nihayatimi chiroyli muomala qilgin, ularga nihayatimi muloyim bo'lgin dedi. Hammamiz yaxshi bilamiz, Payg'ambar alayhisalom mu'minlarga albatta nihayatimi chiroyli muomala qilgan. Uning sirtida kofirlarga ham, johillarga ham ve başka dindeki insanlarga hem nihayetimi chiroyli muamele kılgan. Şunun için As-Sadiqul Amin degan mana bu güzel namni Peygamber aleyhisselam erişken mana bunda güzel namga. Yani en işençilik, en amanetdar kişi degan mana bu narsiga hem Peygamber aleyhisselam özünün nihayetimi chiroyli muamelesi bilen güzel ahlakı bilen, söz hareketleri bilen mana şu güzel isimga Peygamber aleyhisselam ilişkin. Her qandaq bir peygamber kelganda o peygamber insanlarni davet qilishga boshlaganda albatta o peygamberge ana şu zamandaki, ana şu joydagi eng kambag'al insanlar birinchi bo'lib iman etishga başlagan. Ve o joydagi bayvetçi insanlar bolsa, bay insanlar bolsa, mertebelik, obro'ylik insanlar bolsa iman keltirmagan. Bunun sebebi şu ki biz qanday qilib mana bu qullar bilan, mana bu kambag'allar bilan, beva bechoralar bilan qanday qilib bir yerda jam bo'lamiz. Biz bular bilan bir yerde oturuşumuz biz için nomusdur. Deb mana şu insanların köpçülüğü özünün baylıqını peş kılıp ve özünün mensebini sebep gösterip imanga kirmegen aziz qarindoshlar. Ve bazı peygamberlerge aytgan ki sen mana bu kambag'allarni mana bu dininden haydab chiqargin, kim biz sana iman keltiraylik degan. Hani şunda hem Allah Teala'dan ayetler kelib, hergiz undaq ishni qilmaydiganligi bir payg'ambarning bu undaq ishni qilsa payg'ambar uchun yaxshi bo'lmaydiganligini dalil keltirib Allah Teala ayetler nazil qilgan.
Shuning uchun aziz qarindoshlar, qandaq bir inson mayli u oilaning oddiy yerdan boshlaydigan bo'lsak, oilaning boshlig'i bo'lsin, yoki bir shirkatning boshlig'i bo'lsin, yoki bir jamiyatning boshlig'i bo'lsin, yoki bir gungshi rayonning boshlig'i bo'lsin, yoki shahar boshlig'i bo'lsin, yoki viloyat boshlig'i bo'lsin, yoki bo'lmasa davlatning boshlig'i bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu insonlar o'zining qo'l ostidagi insonlarga nihoyatmi chiroyli yordamda, muomalada, munosabatda bo'lishi lozim. Bizning dinimiz insonlarga mehribon va samimiy bo'lishga, mehr shafqat qilishga, qo'l ostidagi kishilarga hiyla-mikr qilmaslikqa, qattiq qo'l bo'lishdan to'sishga, ularning manfaatiga, ya'ni qo'l ostidagi kishilarning manfaatiga sal qaramaslikqa va ularning arz shikoyatlariga, hojatlariga beparvo bo'lmaslikqa buyurdi. Ana shularning nimaki sharkatlari bo'ladigan bo'lsa, hojatlari bo'ladigan bo'lsa, mana bu ishlarga qo'lidan kelgancha nihoyatmi qo'lidan kelgancha mehribon bo'lib, shularning ishini qilib berishga, madamiki bu ishlar shariatga zid kelmaydigan bo'lsa, shariatga qarshi ish bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu qo'l ostidagi kishilarning hojatlarini ravo qilishga, nihoyatmi safarvar bo'lishga bizning dinimiz undaydi aziz qarindoshlar. Jumladan ham payg'ambar alayhisolamning hadislaridan birida ma'nosi shundan iboratki, yana mana shu Ka'bada men qanchilagan, hozir hadisning nimasini unutib qoldim, shunchalar ko'p toat ibodat qilishimdan ko'ra bir mu'min musulmon birodarimning hojatini ravo qilishim men uchun afzaldir degan aziz qarindoshlar. Ya'ni qandaq bir banda bir birodarininki hojatini ravo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u insonning hojatini ravo qiladi ekan. Bu shundoq muhim ish. Shuning uchun qandaq bir insonning hojati bo'ladigan bo'lsa, bizga tushgan bo'lsa, qo'limizdan kelishcha ana shu hojatini ravo qilishga yordam berishimiz lozim ekan aziz qarindoshlar. Yana Alloh taolo boshqa bir oyatda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Innalloha ya'muru bil adli wal ihsan va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sila rahim qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, dinimiz insonlarni adil bo'lishga da'vat qiladi. İnsanlarga yaxshilik qilishga da'vat qiladi. Xish aqrabolar bilan, urug' tuqqan qavm qarindoshlar bilan nihoyatmi chiroyli munosabatda o'tishga da'vat qiladi aziz qarindoshlar. Mana bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan og'zimiz bilan yomon so'zlarni chiqarmaslikka buyurdi. Bu tillar Allohni zikr qiladigan, Allohni eslaydigan tillar. İnsanlarga azar berish uchun Alloh taolo mana bu tilimizni yaratmagan, insonlarga yaxshi pand nasihat qilishimiz uchun, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sishimiz uchun Alloh taolo mana bundaq güzel bir tilni sizu biz insonlarga ato qilgan, ne'mat qilib bergan. Buning shukronasi uchun biz insonlarni yaxshilikka da'vat qilishimiz, yomonlikdan to'sishimiz lozim. İbn Ömer radıyallahu anhuma aytadikan ki, sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. El-imamu ra'in ve mas'ulun an ra'iyyatih. Ve'r-raculu ra'in fi ahlihi ve mas'ulun an ra'iyyatih. Ve'l-mer'atu ra'iyyatun fi beyti zawjiha ve mas'ulun an ra'iyyatih.
vel hadimu ra'in fi mali seyyidih ve mes'ulun an ra'iyyetih ve kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetih muttefakun aleyh. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumanın mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligini anglagan edim dedim. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Sizlarning hammanglar padichi ve sizlarning hammanglar öz padilaringlardan so'roq qilinsizlar dedi. Yani insonni padichiga o'xshatyapti. Çünkü padichi ana shu qo'ylarni o'tloqqa, yayloqqa olib chiqadi o'tlatish uchun, olib chiqqanda hammasiga baravar qaraydi. Hammasining holidan xabar oladi. Qaysi qayoqqa ketib qolyapti, nima ish qilyapti, qaysining holi xarob, qaysi kasal, qaysi yaxshi tomoq yeyalyapti, qaysi bir narsa yemayapti. Ana shuning hammasining holidan xabar oladi. Shuning o'xshash insonlarning hammasi özünün kol astidagi insonlardan mas'uldur dedi. Shuning uchun kullukum ra'in, sizlarning hammanglar padichi va sizlarning hammanglar o'z padilaringlardan so'roq qilinsizlar. Hadisning davomida aytdi ekanki, al-imamu ra'in va mas'ulun an ra'iyyati. İmam padichidir va u ham o'zining qo'l ostidagilardan so'roq qilinadi. İmam degandan murod shuki, davlatning podshosi ham imomdir. Shaharning podshosi ham imomdir. Bir jamiyatningki boshlig'i ham imomdir. Bir shaharning boshlig'i ham imomdir. Rayon boshlig'i, mahallaning boshlig'i ham imomdir aziz qarindoshlar. Shuning bilan imom mana shu hamma mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan insonlarning hammasi imom hisoblanadi. Mana shular mas'uldir va o'zininki padichidir ve bular özünün kol astidagilardan so'roq qilinadi dedi. Bir davlatning podshosi bo'lgan bo'lsa, bir davlatning jumhur raisi bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kunida ana shu podshodan, ana shu jumhur raisidan, ana shu davlatning boshlig'idan so'raydi. Sening zamoningda manda insonlar bo'ldi, manda insonlar och qoldi. O insanlar zulümge uçurdu. Ana şunun hammasiga ana shu podsho hisob kitob beradi aziz qarindoshlar. Hozir mana shu podshohlikni qo'lga keltirish uchun bu orqali o'ziga g'ayri rasmiy obro'y keltirish uchun yoki boylik to'plash uchun mana shunday podshohlikqa, shahar boshlig'i bo'lishga, rayon boshlig'i bo'lishga, mahalla boshlig'i bo'lishga va davlat raisi bo'lishga insonlar butun vujudi bilan terishyapti. Ammo amaliyotda bo'lsa bu narsa nihoyatmi mas'uliyati ig'ir bo'lgan bir ishdan iboratdir aziz qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhuning mashhur bir so'zi bor. Mana shu yerda mana bu meningki mana shu Makkadan, Madinadan toki ash Iroqcha, Furatgacha bir eshak ketib o'tib yo'lida uning puti mitkot bo'lib ketgan bo'lsa, puti qarilib ketgan bo'lsa bir eshakningki, Alloh taolo qiyomat kuni ey Umar, nima uchun sen ana shu yo'lni yasamading deb mendan hisob kitob oladi degan aziz qarindoshlar. İnsanlar u yoqda tursin, bir hayvon ana shu yo'lda ketib o'tib zulm ko'rgan bo'lsa, jini og'rigan bo'lsa yoki bir chuqurlikqa tushib ketgan bo'lsa, ana shunda mendan hisob oladi degan. Shuning uchun xulafa ar-Rashidin deymiz ular. Ular uyquning nima ekanligini bilmay o'tib ketgan aziz qarindoshlar. Qo'sqi to'ymay o'tib ketgan bu dunyodan. Yedig'ini yo'qmidi? Albatta bor edi. Bütün dünyanın mal mülki Ömer radıyallahu anhu'nun ayağının astığı tökülgen idi. Başka devletinin padişahının tahtları aldığı ayak astığı tökülgen idi. Mal dünyanın haddi hesabı yok tıkılıp ketken idi. Ama şunda turuluk mana bu 4 günlük dünyada adilana hayat bilen ötüp gitti. Kim aç qalğandır, kim yalang'aç qalğandır, kim zulüm ko'rayotgandir, kimga zulüm qilib qo'ygan deman deb shuni o'ylab kechalari uyqu kirmay
taat ibodat bilan kunduzlari ro'za tutib mana shunday o'tib ketdi. Shu insonlar ham hech narsa bo'lmadi aziz qarindoshlar. Shundoq bo'lishiga qaramasdan nihoyatimiz sog'lom, baquvvat Umar degan ism chiqib qolsa butun dunyoni larziga keltiradigan holatda mana bu hayotiy dunyodan o'tib ketdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hech kim o'ylamasinki, mening hech qanday mas'uliyatim yo'q. Men oddiy bir qo'lidan ish kelmaydigan oddiy bir kambag'al insonman deb hech kim o'ylamasligi kerak. Emniyetde her bir insanın özüge yarışa mana bu dünyada kılıdığan işleri vardır. Ani şu işlerden sual sorak kılınır aziz qarindoshlar. Şunun için dünya pul tepişten ve şunun o'xshagan bazı bir narsalardan ibaret emas aslida. Bu dünya barliq mu'min musulmonlarning g'amini qilish, mümin Müslümanlarının baxt saadeti için hareket kılıdığan, mümin Müslümanlarının gemini oylaydıgan, ularga qandaq qilsam payda yetkizermen deb teşviş kılıdığan dünya bu. Fakat özü için mal dünya tepip, başkalarının gemi bilen, başkalarının musibeti bilen şugullanmaydıgan, mana bundaq addi dünya emas. Aziz qarindoshlar, Allah hammamizni başkalar için qayg'uradigan, başkalarının menfaati için ilgilenadigan, intiladigan salih, mümin, muttaqi bandalardan qilsin. Padişahning hükümleri, başlıqning hükümleri, işleri mana shundoq. Shuning bilan birgalikda hadisning davomida aytadi ekanki, "Var-rajulu ra'in" deydi. Fi ahlihi ve mas'ulun ar-ra'iyati. Er kişimi padıçı dedi. O uydakilerden soruladı dedi. Xatınının nemiş qiyğanlığı, balçaqalarının nemiş qılıvatqanlığı, balçaqalarının qandaq terbiyeligenligi, terbiyesi bilen şugullandı mı, şugullanmadı mı? Ularını aç yalanaç koydu mu, koymadı mı? Mana şu hemme narsa arqılıq er kişi hesap kitap beradi Allah Teala'nın huzurda. Xuddi shuningdek aytadi ekanki, "Vel mar'atu ra'iyatun fi beyti zawjiha ve mas'ulatun an ra'iyatiha" dedi. Ayol kişimi padıçı o erinin öydekilerden soruladı dedi. Ayol kişimi padıçı. Yani erinin öydeki narsalar hakkında soruladı. Ayol kişi mana şu erinin öyge olib kelgan narsalarni eridan so'ramasdan boshqa bir kimga berib etmasdiki, yoki uydagi narsalarga xiyonat qilmasligi lozim. Xiyonat qiladigan bo'lsa, eridan so'ramasdan erining narsalarini boshqalarga berib o'tadigan bo'lsa, qiyomat kuni u ayol ham ana shu eriga xiyonat qilganligi tufaylidan savol so'roqqa tortiladi aziz qarindoshlar. Va yana aytadi ekanki, "Val xodimu ra'in fi mali sayyidi va mas'ulun an ra'iyati" dedi. Hizmetçimi padıçı dedi. O xo'jayinining mallaridan so'raladi. Bir inson bir xizmatchini yoki bir ishchini ishiga olgan bo'lsa, xo'jayini yo'q vaqtida, patroni yo'q vaqtida xiyonat qilgan bo'lsa, patronning maxfiyatligini boshqalarga oshkorlab qo'ygan bo'lsa, yoki mol mulkiga xiyonat qilgan bo'lsa, o xizmatchi ham, o qul ham, o ishchi ham qiyomat kunida ana shu patroniga, ana shu xo'jayiniga xiyonat qilganligi uchun Alloh taolaning oldida hisob kitob beradi aziz qarindoshlar. Qandaq bir inson bir yerda bir kimninki qo'l ostida ishlayotgan bo'lsa, uningga hargiz xiyonat qilmasligi mumkin. Mayli u maaşını az bergen bo'lsin yoki ko'p bergen bo'lsin, menga maaşını az verdi, shuning uchun maaşimni ko'tar desam ko'tarmadi, shuning uchun men bunda qildim deyishga uning hech qanday haqqi yo'q aziz qarindoshlar. Maaşını az bergen bo'lsa chiqib ket, maaşını ko'p beradigan joyda ishla, ammo sen shu yerda ishlaganliging uchun xiyonat qilishga hech qanday haqqing yo'qdir. Xiyonat qiladigan bo'lsa, u inson hisob kitob beradi. Hadisning davomida aytadi ekanki, "Va kullukum ra'in va mas'ulun ar-ra'iyati." Demak, sizlarning hammanglar padichi va o'z padalaringlardan
savol so'roq qilinsizlar dedi. Bu dunyoga kelgan har bir insonning o'zining uningga yarasha mas'uliyati bor. Har bir inson o'zining bu dunyodagi mas'uliyatini o'rinlagan holda bu dunyodan ketmog'i lozim. Hech qanday inson aytolmaydiki, mening hech qanday vazifam yo'q bu dunyoda. Men shunda keldim, hech kimga manfaatim ham yetmaydi, men o'zimni bildim, o'zimning ishim bo'yicha ketaman deyishga hech qanday haqqi yo'q. Ya'ni har qanday bir insonni Alloh taolo bekorga yaratmagan, har bir insonning o'ziga yarasha mana bu dunyoda qiladigan vazifalari, burchlari bor. Mana bu vazifasini, burchini ado qilib bu dunyodan ketmog'i lozim. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni mana bu dunyoga keltirdi. Mana bu dunyoda qo'limizdan kelgancha Alloh taoloning o'taydigan burchimizni ham ado qilishga va shuning bilan birgalikda boshqalarningki bizning ustimizdagi haqqini ham ado qilib o'tadigan solih bandalardan qilishini tilab qolamiz. Abi Ya'la Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abu Ya'la radhiyallahu anhu'ning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligini angladim. Ma min abdin yastar'ihu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah dedim. Qaysi bir kishini Allah bir qavmga hokim qilgan bo'lsa, u o'z qavmiga xiyonatkor holda o'lgan bo'lsa, Allah uningga jannatni harom qiladi dedim. Qandaq bir insonni Alloh taolo bir qavmga, bir jamoatga, bir tashkilotga, bir shaharga, bir davlatga boshliq qilib qo'ygan bo'lsa, u o'z qavmiga xiyonat qilgan holda o'lgan bo'lsa, ya'ni vazifasini ado qilmay xalqini aldigan bo'lsa, qo'l ostidagilarga xiyonat qilgan bo'lsa, Allah uningga jannatni harom qiladi deydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu boshliqlik, bu rahbarlik, bu narsa talishadigan narsa emas. Agar haqiqatan sizda qobiliyat bor, ba'zi bir insonlarda haqiqatan boshliqlikqa qobiliyat bor. U inson boshliq bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan nihoyatimi ko'p yaxshi ishlarni vujudga chiqara oladi. Xuddi hozirgi zamonda mana bu Turkiyaninki Cumhurbaşkanı bo'lgan Erdo'g'anga o'xshagandek insonlar. Bundaq insonlar 100 yillarda asrda bir qitim keladi. Mana bu inson, mana bu 10 yildan beri Turkiyaninki boshbaqani bo'ldi, Cumhurbaşkanı bo'ldi. Mana bu zaman, mana bu qisqagina muddat ichida insonlar tasavvur qilolmaydigan mana shundaq ishlarni qilyotdi. İnsanlarning qilishi mumkin bo'lmagan, mana hozirgi zamonda elib aytadigan bo'lsak, sahobalarning zamoniga qiyoslash mumkin emas. Ularning qilgan ishini hozirgi zamonda 1000 yilda ham qilolmaydi hech qanday bir inson. Mana men degan inson qilam, aqlli bo'lsa ham qila olmaydi. Hozirgi zamondagi podshohlarga, boshliqlarga selishtirgan bo'lsak, mana shu 14 yil, 15 yillik mobaynida Turkiyada nihoyatimi misli ko'rilmagan darajadagi yaxshi ishlarni qilyapti. Har bir yaxshi ishni qilaman degan sira uning oldiga to'siqlar, qarshiliklar paydo bo'lyapti. Yo'q, sen qilmaysan bu ishni. Yaxshi ishni qilib beraman degan sira qilmaysan bu ishni deb qarshilik ko'rsatyapti. Shuningga rag'man yana bu boshbaqanimiz, Cumhurbaşkanımız Allah uningdan rozi bo'lsin, qo'lidan kelgancha kecha kunduz terishib ümmetim, vatanim, xalqim deb qo'lidan kelgancha yaxshiliklarni qilyapti. Allah o kishidan rozi bo'lsin. Qilayotgan ishini yanada oxirgacha elib chiqadigan chiqqicha Allah o kishining umrini uzun qilsin, kuch-quvvat ato qilsin, atrofidagi yordamchilarga ham Alloh taolo kuch-quvvat ato qilgan bo'lsin.
Hadisda aytadi ekanki, "Ma min abdin yastarihullohu ra'iyatan yawma yamutu va huwa ghashun lira'iyati." Yana qandaq bir kishini Alloh taolo bir qavmga rahbar qilgan bo'lsa, u rahbar qavmiga xiyonat qilib o'tib ketgan bo'lsa, ana shu insonlar bilan birga jannatga kirmaydi dedi. Kunlarning birida Abu Bakr radhiyallohu anhuninki Abu Bakr radhiyallohu anhu ishxonasida ishni bajarayotgan edi. Bir ikki kishi kirib keldi ishxonasiga. "Assalomu alaykum ya Amirul Mu'minin" deb kirib keldi. "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh" deb salomlashib bo'lgandan keyin u ikki sahoba aytdi ekanki, "Ey Amirul Mu'minin, biz sizni ko'rgimiz keldi, bir suhbat lishib kelaylik deb keldik" dedi. Shuning bilan nihoyatim yaxshi bo'pti deb oldida sham bor edi. Bir shamni o'chadi-da, yana bir shamni yoqib, ular bilan suhbat qilishga boshladi. Shunda u ikki kishi aytdi ekanki, "Ey mu'minlarning amiri, siz nimaga bu shamni o'chirib buni yoqdingiz?" deganda, "Sizlar mening shaxsiy mehmonimsizlar. Ma sham davlatning puliga kelgan sham edi. Men davlatning ishini bajarayotgan edim. Sizlar mening shaxsiy mehmonim bo'lganliginglar uchun ma sham bo'lsa mening o'z shaxsiy pulimga olgan sham. Shuning uchun men buni o'chirib buni yoqdim" deb javob bergan ekan. Hozirgi zamonda ko'plagan insonlar boshliq bo'lsa, yanchiqini to'ldirish bilan avara. O'zining ba'zi bir odamlarni yaqinlariga olib kelish bilan avara. Olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taoladan qo'rqish ikkinchi masala holatiga tushib qoldi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Alloh hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Qaysimiz mana shundoq bir maqomga ega bo'lgan bo'lsak, ana shu maqomning haqqini, huquqini ado qilishga Alloh taolo hammamizni muyassar va muvaffaq qilgan bo'lsin. Oxirida mana bu hadis bilan darsimni tugatmoqchiman aziz qarindoshlar. Bu hadisda shundoq deydi ekanki, an Aisha radhiyallohu anha qalat, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul fi bayti hadha, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi, wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ravahu Muslim. Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhisolamning mushu o'yimda mundaq deganligini anglagan edim dedim. Yana payg'ambar alayhisolam mundaq degan ekan. Allohumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi. Ey Allah, biror kishi ummatimning ishiga ega bo'lib ularga mushaqqatchilik tug'dirsa, senmi onunga mushaqqatchilik tug'dirgaysan degan ekan. Qandaq bir kishi bir ummatimning ishiga mas'ul bo'lib, boshliq bo'lgandan keyin qo'l ostidagilarga zulm qiladigan bo'lsa, qiyinchilik yaratadigan bo'lsa, sen ashu boshliqqa qiyinchilik yaratgin deb duo qilgan ekan. Ya'ni bu duoyi bad hisoblanadi. Badduo qilgan ekan, qarg'igan ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun qandaq bir kishi bir musulmonlar guruhiga boshliq bo'ladigan bo'lsa, ana shu insonlarni ishlarini osonlashtiradigan, nihoyatda qiyinlashtirmaydigan, osonlashtiradigan yo'l bilan xalqini yetaklab menishi lozim. Chunki payg'ambar alayhisolamning oldiga ikki dona masala, ikki ish kelganda shu ishning osonini tanlaydi payg'ambar alayhisolam. Agar u oson bo'lgan ish shariatga xilof bo'lmaydigan bo'lsa, ikki masala, ikki ish bilan yo'liqqanda payg'ambar alayhisolam albatta u ishning osonini tanlaydi, ummatimga osonlik bo'lsin deb. Madamiki u ish shariatga xilof kelmagan bo'lsa aziz qarindoshlar. Shuning uchun boshliq bo'ldim degani insonlarni urdim, zulm qildim, ezdim degan gap emas. Boshliq bo'lgan inson insonlarga qanday qilib men bu insonlarni osonlik bilan yetaklab mangalayman, hamma insonlarni rozi qilib ketalayman degan yo'lni izdishi lozimdir.
Hadisning davomida aytadi ekanki, "Va man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi" dedi. Kimki mening ummatimning biror ishiga ega bo'lib, ularga mehribonlik qilgan bo'lsa, senmi uningga mehribon bo'lg'aysan dedi. Yana qandaq bir kishi ummatimga boshliq bo'lib, insonlarga nihoyat mehribon bo'ladigan bo'lsa, ana shu boshliqqa ey Robbim sen ham mehribon bo'lg'aysan deb duoi xayr qilgan ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh hammamizni iymonda, islomda, hidoyatda sabit qadam qilsin. Qo'limizdan boshqalarga manfaat yetadigan, boshqalarning hojatini ravo qiladigan solih, mo'min, muttaqi bandalardan qilsinki, qiyomatda biz Alloh taolaning huzurida nihoyatimi yuzimiz yo'riq bo'lgan holatda osonlik bilan hisob kitob beradigan solih qullaridan bo'lishini Robbul alamindan tilab qolamiz. Hammanglarni Alloh taolaga topshiraman. Aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.